Umuman shaharda yurishga ideal apparat, mana bunaqa probkalarni yengib o'tishga. CF Moto 150 SC skuterimiz. Ketdik. Dinamikasi zo'rdan shunaqa payt mashina yetib kela olmaydi. Tak, nima demoqchi edim? Eng topovi skuter. Shahar uchun idealni apparat. Narxi ham bunaqa premium narsa uchun juda arzon deb hisoblayman. Video oxirigacha ko'rsangiz narxlarni aytib o'tamiz. Ushbu skuterimiz 150 kubalik 4 taklik suv sovutish tizimiga ega bo'lgan dvigatel bilan jihozlangan va ushbu dvigatelning quvvati oddiy 150 kubalik dvigatellardan deyarli 2 barobar ko'p. Ya'ni 14,5 ot kuchi va tortish kuchi ham 14,3 Nm tashkil etadi. Bu misol uchun oddiy GY6 seriyadagi 150 kublik dvigatellardan deyarli 2 karradan ortiqroq. Umuman shaharda yurishga ideal apparat, mana bunaqa probkalarni yengib o'tishga. Mana bunaqa payt bo'zi qayriladi, eng apasli payt mana shunaqa payt bo'ladi. Chunki fura birinchi anaqadan kira olmaydi, ikkinchisidan kiradi. Mana shu payt ko'pchilik mototsiklchilar tagiga kirib ketadi. O'shani inobatga olish kerak, pоворotlarga qarab yurish kerak. Bundan tashqari ushbu dvigatel start-stop sistemasi bilan jihozlangan. Hozir start-stop sistemani demonstratsiya qilmoqchiman. Endi svetoforga tushmayapman, chunki katta probkalar bo'lgan paytda skuterda siz qiynalmay o'tib ketaverasiz. Shuning uchun mana demonstratsiya qilaman. Skuter ishlab turibdi. Bo'ldi, start-stop sistema yo'q qilgan. Skuterimiz o'chdi, svetoforda turamiz. Shundoq gaz tavlagan bilan skut zavodit bo'lib tortadi. Hech qanaqa qo'shimcha shovqinlar, qo'shimcha taqar-tuqurlar, turtkilar bunda mavjud emas, chunki bunda starter yo'q, bunda starter generator, ya'ni generator ham starter vazifasini yuritadi. Ya'ni sodda qilib tushuntiradigan elektromobilni motoriga o'xshab kuchlantiradi-yu, shu bilan dvigatel yonib ketadi. Ichki yonuv dvigateli. Shuning uchun bunda siz hech qanaqa qo'shimcha tovushlar, dvigatelni yoqilgan, o'chirilgan anaqalarni ko'rmaysiz ham. Skuter prosta mazza. Bunda svetoforda qizilga tushish juda mushkul. Harakat qildim. Men 5 ta svetofordan o'tib qizilga tushmadim. Bu yuqori tejamkor dvigatel hisoblanadi va benzin yoqilg'i sarfi har 100 kilometrga atigi 2,5 litrdan 2,7 litrgacha tashkil etadi. Skuter juda komfortli, podveskalari umuman boshqa darajada. Dvigatel eslatib o'taman 150 kub bo'lishiga qaramasdan, bu oddiy GY6 dan 2 barobardan ortiq quvvatga ega. 14,5 ot kuchi va dino axlajdan start-stop sistemalari vobshe ajoyib. Skuter ergonomikasiga to'xtaladigan bo'lsak, aynan bo'y balandlarga bu skuter juda qulay keladi. Ko'rayotganingizdek 1,83 bo'yim bilan menda bu yerda ham bir musht balandligi ham bir musht zapasim bor. Xuddi shunaqa manday bo'yli odam orqada o'tirsa ham ikki kishiga juda komfortli. Chunki bu modelning asosiy bozori bu Yevropa bozori. Bu skuter Yevropa bozori uchun chiqarilgan. Shuning uchun Yevropada ko'pchilik xaridorlar bo'y baland bo'lganini inobatga olgan holda ushbu model ishlab chiqarilgan. Skuter ko'p keng emas, to'g'ri razmerda deb aytaman buni. Shahar uchun ideal transport vositasi. Men o'ylaymanki, shahar probkalaridan charchagan odam uchun puliga 200% to'yishi, chunki bu narxga bunaqa texnologik produktni olish. Skuterlar ichida endi iPhone desam adashmagan bo'laman. Skuterning smart imkoniyatlari va texnologiya to'g'risida gapiradigan bo'lsak, skuterimiz mana shunaqa besключевой dostupga ega, ikkita pult komplektida bo'ladi. Brilog juda sifatli va og'ir qilib ishlangan. Bundan tashqari bu zavoddan signalizatsiya bilan jihozlangan. Kalitsiz o't oldirish tizimi sizning brilogingiz cho'mchagingizda bo'lgani yetarlicha bilan shundoq skuterning yoniga kelib, tugmani bosganingizda skuter o't oladi. Bundan tashqari benzabakni ochish uchun alohida ikkita tugmamiz bor. Bitta tugmamiz benzabakni ochsa agar, ikkinchi tugmamiz
Zdenkani ochadi. 2 pog'onali qilib ochiladi. Ya'ni ochib narsangizni solasiz. Agar ko'proq narsangiz bo'lsa, buni yanada kattaroq ochib, bemalol ishingizni amalga oshirasiz. Bagajnik kataligiga e'tibor bering. Bemalol 3 ga 4 shlem bu yoqqa sig'adi va umumiy hajmi 30 litrni tashkil etadi. Sizdan tagida bizda nabor instrumenti bor. Kerak bo'lgan paytda foydalansa bo'ladi. Shundoq kelib skuterning yonida bosganingizda kalitsiz skuter o't oladi. Chap tomondan qo'shimcha cho'ntagi mavjud. Skuterni ko'rayotganingiz juda chuqur va bundan tashqari bu yerda USB port mavjud. USB portni ikkalasi ham ustanovka qilingan. Ya'ni Type A va Type C. Bemalol telefoningizni qo'yib, safarlarda, yo'llarda telefoningizni zaryadga qilib ketsangiz ham bo'ladi. Skuterimiz yuqori texnologik 5 dyumli TFT displey bilan jihozlangan. Xuddi shu displey CF Moto'ning eng topovi mototsikllarga, ya'ni 675 SR, 675 NK, 450 SR larda, 450 NK larda qo'llaniladi. Barcha kerakli funksiyalarga ega. Ham eng katta plusi bu rus tilini ham podдержка qiladi. Barcha narsa bunda mujassam. Priborkada kerakli bo'lgan ham taxometr, ham speedometer, soat, trip, Bluetooth hamma narsasi bor. Bundan tashqari T-box ustanovka qilsa ham bo'ladi. Agar bu skuterda T-box o'rnatilgan bo'lsa, siz ham navigatsiyani side by side foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Skuteringizni o'g'irlangan taqdirda qayerda bo'layotganligi to'g'risida ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin bo'ladi. Onlayn internet orqali skuterni proshivkalarini yangilab turishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun T-box o'rnatib, hatto kartani chiqarsa bo'ladi. Ya'ni siz kartada navigator urasiz, bu yerda side by side sizga qaysi tomonga yurishni ko'rsatib o'tiradi. Priborkani o'zidan telefonni bu yoqda yonida o'rnatish shart emas. Bundan tashqari diagnostika, tekshiruv va hattoki bakda bo'lgan benzinni hajmini ham telefondan o'tirib bilishingiz mumkin bo'ladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ham bu skuterga juda mukammal yondashilgan. Ham oldin ham orqa tormoznoy disklarining diametri 230 mm ni tashkil etadi va bu skuter dual channel ABS bilan, ya'ni ikki tomonlama ABS bilan jihozlangan. Shaharda bundan zo'r narsa kerak. Daynak ham yaxshi, chunki koloslar o'lchamlari katta. Oldini 14 dyumlik, orqasi 13 dyumlik. ABS Germaniyaning Bosch EKUlari, ya'ni miya orqali boshqariladi. Bundan tashqari skuterimiz traction control bilan ham jihozlangan. Ushbu skuterni kimlarga tavsiya etamiz? Agar siz kunlik shaharda harakatlanish uchun yuqori sifatli, qulay, zamonaviy skuter qidirayotgan bo'lsangiz, CF Moto 150 SC aynan siz uchun. Ham yoshlarga, ham yoshi kattalarga, ham tajribali haydovchilarga juda qulay keladi. Ushbu skuter hayotni, uyni, ishni bog'laydigan mukammal transport vosita hisoblanadi. Va mana Bikelandga keldik. Bizning mijozimiz. Bu kishi ham yangi 450 NK xarid qildi. CF Moto 150 SC Xitoyning 150 kublik skuterlar ichida eng qimmat model hisoblanadi. Barcha brendlarning ichida va ushbu eng qimmat brendning eng qimmat 150 talik skuter narxi O'zbekiston bozorida $3800 tashkil etadi. CF Moto 150 SC Maxi skuter sizga ma'qul tushgan bo'lsa, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va bundan keyin qaysi modelda obzorini olishimizni xohlaysiz? Bu to'g'risida ham o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirib keting. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr aziz do'stlar, salomat bo'ling.